Menimcha, so'nggi yillarda O'zbekistonda yuz bergan eng muhim o'zgarishlardan biri tashqi siyosatdagi ochiqlik, faollik va turli yirik davlatlar bilan munosabatlarni sezilarli darajada kengaygani, rivojlangani bo'ldi. Buni ayniqsa Amerika bilan, qo'shnilarimiz bilan, Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarda, muloqotlarda bularni misolida ko'rishimiz mumkin. Bu manzarada mana misol kuni kecha Amerika Davlat departamentining jamoatchilik diplomatiyasi bo'yicha o'rinbosari Sara Rojersni Toshkentga tashrifida ko'rdik. Bu tashrif Sara Rojersning Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov va o'rinbosari Olimjon Abdullayev bilan uchrashuvini shu bir darajada oddiy diplomatik voqeadek, oddiy diplomatik muloqotdek ko'rishimiz mumkin. Bu muzokaralarda ta'lim, madaniyat, axborot almashinuvi, odam savdosi, noqonuniy migratsiya va jamoatchilik diplomatiyasi masalalari muhokama qilindi. Bilamiz, noqonuniy migratsiya, inson savdosiga qarshi kurash borasida huquqiy hamkorlik Amerika uchun ham, biz o'zbekistonliklar uchun ham, O'zbekiston davlati uchun ham hozirgi kunda juda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Muammolar ko'p. Bu masalalarda bir qarashda endi boya aytganimizdek oddiy diplomatik uchrashuvdek ko'rinishi mumkin bu, lekin aslida O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi munosabat qanchalik o'sganini, iliqlashganini ko'rsatadi. Yana bir muhim jihat, bu muloqotlar faqatgina hukumatlar darajasida emas, balki jamiyatlar darajasida, insoniy aloqalar darajasida ham yana ham yaxshi aloqalarni, muloqotlarni o'rnatishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi O'zbekiston bilan Amerika orasidagi bu iliqlashuvga kengroq tarixiy va siyosiy manzarada qaraydigan bo'lsak, bugungi O'zbekistonni, hozirgi O'zbekiston tashqi siyosatini qaysi yo'nalishda harakat qilinayotganini ham ko'rishimiz, taxmin qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi Islom Karimov, biroz eskiga ketadigan bo'lsak, Islom Karimov davrida O'zbekiston tashqi siyosati asosan ehtiyotkorlik, ishonchsizlik, demokratik g'arb davlatlari bilan biroz sovuq diplomatiya va yakkalanish tamoyillariga qurildi. Ya'ni shunaqa tamoyillar asos bo'lgan edi Karimov davrida. O'sha davrda endi rasmiy Toshkent siyosatini oladigan bo'lsak, milliy suverenitetni himoya qilishni ustuvor maqsad sifatida ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin bu siyosat borib lekin asta-sekin mamlakatni shu mintaqaviy va xalqaro aloqalaridan, xalqaro siyosatidan, tashqi aloqalaridan cheklab qo'ydi. Lekin endi mana ko'rishimiz mumkin, ko'pchilik tan oladi buni. Bugungi vaziyat biroz boshqacha. Agar bundan 15-20 yil oldin O'zbekiston ko'proq yopiq, ehtiyotkor davlat sifatida ko'rilgan bo'lsa, bugun mamlakat xalqaro maydonda o'zini ancha ishonchli va faol namoyon qilishini ko'rishimiz mumkin va bugun butun dunyo boshqa davlatlardagi tahlilchilar, O'zbekiston ichidagi tahlilchilar, siyosiy tahlilchilar ham buni ta'kidlashyapti o'zlari ham. Hozirgi Toshkent qiyofasi ham juda o'zgargan. Buni mana men o'zim ko'rdim. Uzoq yillardan keyin o'zim ham vatanga qaytib qilgan safarda sayohatimda buni guvohi bo'ldim. Ancha o'zgargan O'zbekiston qiyofasi, Toshkent qiyofasi, turistlar juda ko'paygan. Ancha O'zbekiston imijini, Toshkent imijini yaxshilagan, ijobiy tarafga rivojlangan. Hatto mana Sara Rojers xonim ham o'zini X Twitter sahifasida hazil ohangda albatta O'zbekistonni Karib orollariga taqqoslab, Toshkentning zamonaviy qiyofasiga, ijobiy o'zgarishlarga, O'zbekistonning xalqaro shu imijini ijobiy taraflariga diqqat qaratdi. Endi Amerika va Yevropa ittifoq davlatlari bilan munosabatlar albatta O'zbekiston yaqin tarixidagi eng yuqori nuqtalarga yetdi. Amerikada ham hozirgi Trump ma'muriyati davrida tashqi siyosat, Amerika milliy doktrinasi qisman o'zgardi. Albatta qars ikki qo'ldan chiqadi deyiladi-ku, shunga o'xshab endi bu Amerika tarafidan ham o'zgardi tashqi siyosat, Amerikan doktrinasi. Bu ham balki aloqalarning yaxshi rivojlanayotganiga sabab bo'lishi mumkin. Amerika masalan inson huquqlari borasida yoki liberal qadriyatlar Amerika uchun xalqaro munosabatlarda talab va tamoyil bo'lishidan chiqib ketdi. Bu talablar o'rnini ko'proq shu ikkili munosabat, muloqot, manfaatlar oldi. Bu endi albattaki
Amerika uchun Amerika tarafdan qaraladigan bo'lsak, juda ham bir ijobiy holat emas lekin albatta bizni O'zbekiston milliy manfaatlari bilan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston uchun yaxshi rivojlangan davlatlar bilan qanchalik aloqa qilinsa, qanchalik iliq munosabatda bo'linsa, O'zbekiston rivoji uchun, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun katta foyda keltiradi. Yana bir muhim jihat aytib o'tish kerak, bugungi O'zbekistonni Amerika bilan yaqinlashar ekan, bu boshqa davlatlardan albattaki uzoqlashishini anglatmaydi. Umuman olganda, O'zbekiston tashqi siyosatini asosiy tamoyili turli yirik davlatlar, geosiyosiy markazlar bilan qarama-qarshilikka kirishmasdan, milliy manfaatlardan O'zbekistonning o'zini milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlanish strategiyasini tanlaganini ko'rsatmoqda hozir. Chunki endi bilamiz, mana bugungi kunda dunyoda biror geosiyosiy markazga to'liq bog'lanib qolish yaxshi emas. Barcha mamlakatlar bilan, barcha muhim hamkorlar bilan, yirik davlatlar bilan muvozanatli aloqalarni saqlash davlatlarni hozirgi kunda asosiy strategiyasiga aylanib bormoqda. O'zbekiston endi bugungi kunda mana ko'rib turibmiz, Turkiya bilan, Xitoy bilan, Yevropa ittifoqi bilan, qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bilan ham anchagina faol hamkorlikni davom ettirmoqda. Qo'shnilarimiz bilan eskidan unaqa yaxshi munosabatda bo'lmaganmiz, o'zimizning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hozir esa anchagina ijobiy holat kuzatiladi. Bu yo'nalish O'zbekiston tashqi siyosatini yangi modeli, ya'ni ko'p vektorli diplomatiya, iliq munosabatlar shakllanayotganini ham dunyo davlatlari bilan yaxshi munosabatlar shakllanayotganligini ko'rsatadi, muvozanatli munosabatlar, aloqalar shakllanganligini ko'rsatadi. Bu faqat diplomatik qadam emas, balki O'zbekistonning tashqi dunyo bilan munosabatlarda bo'lgan yo'nalishini, o'zgarganini, strategiyasini menimcha ifodasi bo'lsa kerak. Bu yondashuv albatta mamlakat milliy manfaatlariga, hozirgi O'zbekiston mamlakatini, shu O'zbekiston davlatini milliy manfaatlariga mos keladi deb o'ylayman va O'zbekiston uchun menimcha bir diplomatik manba, diplomatik resurs bo'lib qoladi. Ayniqsa hozirgi Markaziy Osiyoda tashqi ta'sir, raqobatni eng kuchayib borayotgan bir davrida. Shuna birga endi Amerika bilan hamma sohalarda munosabatlarni iliqlashuvi ham aynan shu jarayonni, shu diplomatik jarayonni bir qismi meni fikrimcha. Rahmat.